Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Ina xudo xolasa 50 kaloga 6 dona eshik o'rnatib berdik. 1 dona yarim eshik, 6 dona dinamli. Lentali variantda bo'ldi bular. Kameralanishi bilan taxlat berdik. Ochilgan eshiklari, zamoqlar ham 5 yil bo'ldi bularni. Bosasi farq setdik. Son taraftina yarim eshiklari aynan variantda oldu. Aynalardan vurup ketib taxlat berdik buni. Aynalar oldu bu tarafına. Bizden görünüşü. Manuelistler hem karşı variantda oldu. Son tarafına bir tane baniyeni eshik o'rnatdi. Son tarafına bir eshigimiz. Çok kötü, bu da hazır o'rnatdi. Baş usta bu tarafda o'tdi. Bu 8'lik laminatda işlendi bular. Aksiyetden, Matvi'den. Kimin shunday eshiklar kerak bo'ladi bo'lsa, pastda telefon nomerlarini qoldiramiz. Like bosib, obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Sizlarga manfaatli videolarni ko'rsatamiz. Assalomu alaykum.